Dikkat, bugun men sizga har bir xonadon, har bir oila, har bir tadbirkor uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Avgustdan chiroq tariflar o'sha haqida xabar berildi. Bu oddiy yangilik emas. Bu sizning oy oxiridagi kommunal to'lovingizga, oilaviy byudjetingizga, do'koningiz, ustaxonangiz, fermer xo'jaligingiz yoki kichik biznesingiz xarajatlariga bevosita ta'sir qiladigan masala. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat narx oshadi deb qo'ya qolmayman. Balki kimga qanday ta'sir qiladi? Qaysi holatda ko'proq to'laysiz? Qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerak? Hisoblagich ko'rsatkichini qanday tekshirish kerak? Norozi bo'lsangiz qayerga murojaat qilish kerak? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha kam odam ortiqcha to'lov yoki tushunmovchilikka duch keladi. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. Elektr energiyasi tarifi deganda biz har bir kilovat soat uchun to'laydigan narxni tushunamiz. Masalan, uyingizda bir oy davomida 2,5 kilovat soat elektr ishlatsangiz, tarif qancha bo'lsa, shu miqdorga ko'paytiriladi va sizga to'lov chiqadi. Ilgari ko'pchilik oilalar chiroq pulini unchalik chuqur hisoblamas edi. Hisoblagich bor. Oyning oxirida ko'rsatkich olinadi, kvitansiya keladi, to'lov qilinadi. Lekin tarif oshgan paytda bu masalaga befarq qarash mumkin emas, chunki bir xil iste'mol ham avvalgidan qimmatroqqa tushadi. Masalan, siz avval bir oyda 300 kilovat soat elektr ishlatgan bo'lsangiz va shartli ravishda har bir kilovat soat uchun 470 so'mdan to'lagan bo'lsangiz, umumiy summa 1,5 so'm bo'lardi. Agar tarif oshib 600 so'm bo'lsa, o'sha 300 kilovat soat uchun 1000 so'm to'laysiz. Bu yerda iste'mol o'zgarmadi. Lampochka ham o'sha, muzlatkich ham o'sha, televizor ham o'sha, lekin to'lov 40 so'mga oshdi. Agar xonadonda konditsioner, elektr plita, suv isitgich, nasos yoki ko'p quvvat oladigan boshqa jihozlar bo'lsa, farq bundan ham sezilarli bo'ladi. Nega bunday o'zgarishlar bo'ladi? Men buni oddiy qilib aytaman. Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, tarmoqlarni ta'mirlash, transformatorlarni yangilash, yo'qotishlarni kamaytirish, yangi quvvatlarni qurish katta xarajat talab qiladi. Aholi soni oshmoqda, uylar ko'paymoqda, xonadonlarda texnika soni ortmoqda. Avval bitta uyda bir dona televizor, bir dona muzlatkich, bir nechta lampochka bo'lgan bo'lsa, hozir ko'p xonadonda ikkita konditsioner, kir yuvish mashinasi, mikroto'lqinli pech, kompyuter zaryadlovchilar, suv nasosi, elektr isitgich, hatto elektromobil zaryadlash qurilmalari ham paydo bo'lyapti. Talab oshsa, tizimga bosmam oshadi. Tarif o'zgarishi esa shu tizimni moliyaviy tomondan ushlab turish vositalaridan biri sifatida tushuntiriladi. Lekin men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Tarif oshishi oddiy odam uchun avtomatik ravishda faqat ko'proq to'lash kerak degani bo'lib qolmasligi kerak. Har bir iste'molchi o'z hisoblagichini, o'z sarfini, o'z huquqini bilishi shart. Chunki ko'p muammolar aynan bilmaslikdan chiqadi. Kimdir eski qarzni yangi tarif bilan aralashtirib yuboradi. Kimdir hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida kiritmaydi. Kimdir qo'shnining noqonuniy ulanishi sababli umumiy tarmoqdagi muammolardan aziyat chekadi. Yana kimdir noto'g'ri hisoblangan kvitansiyani tekshirmasdan to'lab yuboradi. Endi men kimlar ko'proq e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda ko'p elektr ishlatadigan xonadonlar ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, yoz oylarida konditsioner eng katta xarajat manbalaridan biri bo'ladi. Odatdagi bitta konditsioner soatiga taxminan 1 kilovat atrofida elektr sarflashi mumkin. Albatta bu modeliga, quvvatiga, xonaning issiqligiga va ishlash rejimiga bog'liq. Agar siz konditsionerni kuniga 2 soatdan ishlatsangiz, bir oyda 2,5 kilovat soat faqat konditsionerning o'ziga ketishi mumkin. Bu hali muzlatkich, chiroqlar, televizor, kir yuvish mashinasi, dazmol, telefon zaryadlari, kompyuter, oshxona jihozlari hisoblanmagan holat. Oddiy bir misol olaylik. 4 kishilik oila 2 xonali uyda yashaydi. Uyda muzlatkich doim ishlaydi, kechqurun televizor yo'qiladi, bolalar kompyuterda dars qiladi, haftasiga 3-4 marta kir yuvish mashinasi ishlaydi. Yozda esa konditsioner kuniga 5-30 soat yo'qiladi. Bunday oilaning oylik sarfi 2,4 kilovat soat oralig'ida bo'lishi mumkin. Tarif oshsa, aynan shu oilalar darhol sezadi. Chunki ularning iste'moli o'rtacha darajadan yuqori bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh hovlida yashaydiganlar. Hovli uylarda elektr sarfi ko'pincha ko'p bo'ladi. Sababi hovlida suv nasosi bor, ba'zida issiqxona bor.
payvandlash apparati ishlatiladi. Elektr pech yoki elektr isitgich qo'llanadi. Darvoza avtomatik bo'lishi mumkin. Tashqi yoritish chiroqlari ko'p bo'ladi. Agar hovlida quduq nasosi har kuni ishlasa, bu ham oy oxirida sezilarli raqam beradi. Masalan, bir kim 1 kilovatli nasos kuniga 2 soat ishlasa, bir kunda 3 kilovat soat, bir oyda 90 kilovat soat bo'ladi. Tarif oshgan paytda bu alohida xarajat sifatida ko'rinadi. 3-guruh kichik tadbirkorlar. Do'kon, sartaroshxona, tikuvchilik sexi, nonvoyxona, kafe, muzqaymoq sotadigan joy, kompyuter xizmati, mini ustaxona, sovutgich savdo nuqtalari elektrga juda bog'liq. Masalan, kichik oziq-ovqat do'konida 3 ta muzlatgich, 2 ta vitrina sovutgich, konditsioner va yoritish tizim bo'lsa, elektr xarajati oddiy xonadondan bir necha barobar ko'p chiqadi. Tarifdagi har bir o'zgarish mahsulot narxiga, xizmat narxiga yoki tadbirkorning foydasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun men tadbirkorlarga alohida aytaman. Hisoblagich ko'rsatkichini kunlik yoki haftalik yozib boring. Bir oy kutib, keyin hayron bo'lib qolmang. Qaysi uskuna ko'p yeyayotganini bilmasangiz, tejamkorlik rejasini tuza olmaysiz. 4-guruh ijarada yashaydiganlar. Bu juda nozik masala. Ijarachi ko'pincha hisoblagich egasi emas, lekin to'lovni o'zi qiladi. Agar ijara shartnomasida kommunal to'lovlar aniq yozilmagan bo'lsa, tarif oshgandan keyin uy egasi bilan kelishmovchilik chiqishi mumkin. Men bunday vaziyatda doim yozma kelishuvni tavsiya qilaman. Hech bo'lmaganda Telegram orqali falon sanadan boshlab chiroq ko'rsatkichi buncha to'lovni men to'layman. Qarzdorlik avvaldan yo'q yoki buncha deb kelishib oling. Chunki keyin eski qarz kimniki, yangi tarif bo'yicha hisob kimniki, o'tgan oy ko'rsatkichi qachon olingan degan savollar chiqadi. Endi kimlar nisbatan kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz kam elektr ishlatsangiz, masalan, kichik xonadonda yashasangiz, konditsioner ishlatmasangiz, elektr plita yoki suv isitgich bo'lmasa, oyga 20 kilovat soat atrofida sarflasangiz, tarif oshishi sizga ham ta'sir qiladi, lekin og'ir zarar bo'lmasligi mumkin. Shunga qaramay, menga aloqasi yo'q deyish xato. Chunki tarif oshishi bilvosita ham ta'sir qiladi. Do'konlar, xizmat ko'rsatish joylari, ishlab chiqaruvchilar elektr uchun ko'proq to'lasa, ayrim mahsulot va xizmatlar narxida ham bu xarajat aks etishi mumkin. Yana bir misol keltiraman. Pensiyadagi ota-onamiz 2 kishilik uyda yashaydi. Ular ko'p elektr ishlatmaydi. Bir muzlatgich, televizor, bir nechta led chiroq, ba'zan dazmol, ba'zan kir yuvish mashinasi. Oylik sarf 7 kilovat soat bo'lsa, tarif oshishi natijasida qo'shimcha to'lov unchalik katta bo'lmasligi mumkin. Lekin agar ular eski elektr isitgichdan foydalansa yoki qishda xonani elektr pech bilan isitishga majbur bo'lsa, sarf bir necha barobar oshadi. Shuning uchun har bir oilada asosiy savol bitta: men oyga qancha kilovat soat ishlatyapman? Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala: tarif o'zgaradigan sanada hisoblagich ko'rsatkichini aniqlash. Agar 1 avgustdan yangi tarif kuchga kirsa, demak 1 avgustgacha ishlatilgan elektr eski tartib bo'yicha. 1 avgustdan keyingi sarf esa yangi tartib bo'yicha hisoblanishi kerak. Amaliyotda bu masalada ko'pincha tushunmovchilik bo'ladi. Shuning uchun men hammaga maslahat beraman. O'tin 1 iyul kechasi yoki 1 avgust tongida hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling. Rasmda sana ko'rinib tursa yanada yaxshi. Telefoningizda suratning o'zi ham vaqtni saqlaydi. Bu keyin bahs holat chiqsa sizda dalil bo'ladi. Ikkinchi nozik masala eski qarzdorlik. Agar sizning 1 avgustgacha qarzingiz bo'lsa, uni yangi tarif bilan adashtirmang. Qarzdorlik qaysi davrga tegishli, qanday hisoblangan, hisoblagich ko'rsatkichi qachon olingan, buni aniqlab oling. Ba'zan odamlar tarif oshdi, shuning uchun qarzim oshib ketdi deb o'ylaydi. Aslida esa oldingi oylar to'lanmagan bo'lishi, peng hisoblangan bo'lishi yoki ko'rsatkich uzoq vaqt kiritilmagan bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda shaxsiy kabinet, mobil ilova yoki elektr ta'minoti tashkilotining xizmat ko'rsatish bo'limi orqali to'lov tarixini chiqarib ko'rishni tavsiya qilaman. 3-nozik masala: hisoblagich noto'g'ri ishlashi yoki ko'rsatkich noto'g'ri kiritilishi. Zamonaviy elektron hisoblagichlar odatda aniq ishlaydi, lekin har qanday texnikada xato, aloqa uzilishi, noto'g'ri o'qish, bazaga noto'g'ri tushish holatlari bo'lishi mumkin. Agar siz odatda oyga 1000 kilovat ishlatib kelgan bo'lsangiz, birdan 700 kilovat chiqib qolsa, darhol tekshiring. Balki konditsioner ko'p ishlagandir. Balki suv nasosi nosoz bo'lib doimiy ishlab qolgandir. Balki elektr isitgich unutilgandir. Lekin agar bunday sabab yo'q bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling
avvalgi kvitansiyalar bilan solishtiring va rasmiy murojaat qiling. 4-chi nozik masala noqonuniy ulanish. Bu juda jiddiy mavzu. Kimdir bittasi bo'lib olsam bo'ldi deb o'ylashi mumkin, lekin oqibatda jarima, tarmoqdagi avariya, qo'shnilar uchun kuchlanish pasayishi va yong'in xavfi paydo bo'ladi. Tarif oshgan davrda ayrim odamlar noqonuniy yo'l izlashga urinishi mumkin. Men buni mutlaqo tavsiya qilmayman. Birinchidan bu qonunbuzarlik, ikkinchidan xavfli, uchinchidan aniqlansa tejaganidan ko'ra bir necha barobar ko'p zarar ko'radi. Eng to'g'ri yo'l sarfni nazorat qilish, tejamkor jihozlardan foydalanish, huquqiy imtiyozlar bo'lsa, ulardan foydalanish. 5-chi nozik masala ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oilada daromad past bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, yolg'iz pensioner bo'lsa, ko'p bolali oila bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali mavjud yordam mexanizmlarini tekshirish kerak. Men bu yerda aniq bir yordam turi hammaga bir xil beriladi deb aytmayman. Chunki hudud, toifa va amaldagi tartibga qarab farq bo'lishi mumkin. Lekin siz o'zingizni qiynalayotgan bo'lsangiz, jim yurmasligingiz kerak. Mahalla fuqarolar yig'ini, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, kommunal tashkilotning mijozlar bo'limiga murojaat qilib, qanday kompensatsiya, imtiyoz yoki bo'lib to'lash imkoniyati borligini so'rang. 6-chi nozik masala. Ko'p tarifli hisoblagichlar va tungi iste'mol. Ayrim joylarda yoki ayrim iste'molchilarda kunning vaqtiga qarab turlicha tarif masalasi bo'lishi mumkin. Agar sizda shunday tizim bo'lsa, kir yuvish mashinasi, suv isitgich, zaryadlash moslamalari kabi jihozlarni arzonroq vaqtga qo'yish foydali bo'lishi mumkin. Lekin buni taxmin bilan emas, rasmiy tarif jadvali va hisoblagichingiz imkoniyatiga qarab qiling. Aks holda tunda arzon ekan deb o'ylab, aslida sizning tarifingizda bunday farq yo'qligini keyin bilib qolishingiz mumkin. 7-chi masala elektr jihozlarining yashirin sarfi. Ko'pchilik men chiroqni o'chiraman demak tejamkorman deb o'ylaydi. Lekin asosiy sarf doim ham lampochkadan chiqmaydi. Eski muzlatgich eshigi yaxshi yopilmasa, motor ko'proq ishlaydi. Konditsioner filtri kir bo'lsa, ko'proq elektr yeydi. Suv isitgich termostati noto'g'ri bo'lsa, suvni keragidan ortiq qizdiradi. Dazmol, elektr choynak, mikroto'lqinli pech qisqa vaqt ishlaydi, lekin quvvati katta bo'ladi. Eski cho'g'lanma lampochkalar ham LED lampalarga qaraganda bir necha barobar ko'p elektr sarflaydi. Shu sababli tarif oshgan paytda eng birinchi qilinadigan ish uydagi eng ko'p elektr yeyayotgan jihozlarni aniqlash. Endi men aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam hisoblagich ko'rsatkichini yozib boring. Bugunoq telefoningizga alohida qayd oching. Masalan, chiroq ko'rsatkichi deb nomlang. Har oyning bir sanasida ko'rsatkichni yozing. Sana, vaqt ko'rsatkichi, rasm. Agar tarif o'zgarishi 1 avgustdan bo'lsa, aynan o'sha sana atrofida suratga olish juda muhim. Bu sizga oyma-oy sarfni ko'rishga yordam beradi. Bir oy naqan, keyingi oy 2-6, undan keyin nechisi 10 bo'lsa, nima o'zgarganini tahlil qilasiz. Konditsioner ko'p ishladimi? Mehmon keldimi? Suv nasosi ishladimi? Yangi uskuna oldingizmi? Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oy kvitansiyasini solishtiring. Qancha kilovat ishlatgansiz, qancha to'lagansiz, qarzdorlik bormi, penya bormi, oldindan to'lov bormi, bularni ko'ring. Ko'pchilik faqat yakuniy summaga qaraydi. Men esa sizga kilovat soatga qarang deyman. Chunki tarif oshganda asosiy nazorat qilinadigan narsa summa emas, iste'mol hajmi. Agar kilovat ko'paymasa, oshgan to'lov faqat tarif ta'siri bo'ladi. Agar kilovat ham keskin ko'paysa, uydagi sarf sababini izlash kerak. 3-chi qadam, elektr jihozlarini ro'yxat qiling. Muzlatgich, konditsioner, elektr plita, suv isitgich, kir yuvish mashinasi, dazmol, kompyuter, televizor, nasos, tashqi chiroqlar. Har birining taxminiy quvvatini yozing. Masalan, konditsioner 1 kilovat atrofida, elektr choynak 2 kilovat, dazmol 2 kilovat, suv isitgich 5-2 kilovat bo'lishi mumkin. Keyin qaysi biri qancha vaqt ishlashini taxmin qiling. Shu oddiy hisob ham sizga ko'p narsani ochib beradi. 4-chi qadam, tejamkorlikni to'g'ri qiling. Men chiroq yoqmang, qorong'ida o'tiring demayman. Tejamkorlik hayot sifatini buzmasligi kerak. Eng oqilona yo'l LED lampalarga o'tish, konditsionerni 20 darajaga emas, 24-26 darajaga qo'yish, eshik derazani yopib ishlatish, filtrni tozalash, muzlatgich eshigini ko'p ochmaslik. Suv isitgichni doim maksimalda qoldirmaslik, ishlatilmayotgan zaryadlovchilarni rozetkadan uzish, tashqi chiroqlarga sensor yoki taymer qo'yish. Bularning har biri kichik ko'rinsa ham oy oxirida umumiy natija beradi. 5-qadam. Noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, darhol rasmiy murojaat qiling. Murojaatda hissiyot emas,
fakt bo'lishi kerak. Nima yozasiz? Men falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon, hisoblagich raqami falon. Falon sanada ko'rsatkich buncha edi. Falon sanada buncha bo'ldi. Kvitansiyada ko'rsatilgan sarf mening real ko'rsatkichimga mos kelmayapti. Hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Shu bilan birga hisoblagich rasmi, oldingi kvitansiya, to'lov cheklarini ilova qiling. Og'zaki aytilgan gap keyin yo'qolib ketadi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. Qadam hujjatlarni tartibga keltiring. Sizda quyidagilar bo'lsa yaxshi: shaxsiy hisob raqami, hisoblagich raqami, oxirgi kvitansiyalar, to'lov cheklari, hisoblagich suratlari, uy egasi bo'lsangiz mulk hujjati nusxasi, ijarachi bo'lsangiz ijara kelishuvi yoki hech bo'lmaganda uy egasi bilan yozishmalar. Agar ijtimoiy yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, pasport yoki ID karta, oilaviy holatga doir ma'lumotlar, daromad to'g'risidagi hujjatlar, nogironlik yoki pensiya hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir tashkilot o'z ro'yxatini so'rashi mumkin, lekin tayyor bo'lsangiz jarayon osonlashadi. 7-qadam: bolalar va oila a'zolari bilan kelishib oling. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin amalda foydali. Uyda hamma bilishi kerak. Konditsioner ishlayotgan xonada deraza ochiq qolmasin, elektr choynak keragidan o'rta qaynatilmasin. Televizor fon uchun kun bo'yi yonib turmasin, kompyuter ishlatilmasa o'chiriladi. Hovli chiroqlari tongacha behuda yonmaydi. Tejamkorlik faqat bir kishining zimmasida bo'lsa, natija bo'lmaydi. Oila bo'lib kelishilsa, sarf sezilarli kamayadi. 8-qadam: tadbirkorlar uchun alohida nazorat. Agar siz do'kon yoki ustaxona yuritsangiz, elektr xarajatini mahsulot tannarxiga qo'shib hisoblang. Masalan, nomoyxonada pech, xamir qorish mashinasi, yoritish, sovutgich bo'lsa, elektr xarajati mahsulot narxiga ta'sir qiladi. Lekin narxni oshirishdan oldin sarfni kamaytirish imkonini ham tekshiring. Eski sovutgichni yangisiga almashtirish, issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash, ish vaqtini to'g'ri rejalash, kuchli uskunalarni bir vaqtda yoqmaslik. Reaktiv quvvat yoki tarmoq yuklamasi bo'yicha mutaxassisdan maslahat olish. Ba'zan bitta nosoz uskuna oyga katta zarar keltiradi. 9-qadam: qarzdorlikni nazorat qiling. Tarif oshgan davrda qarz yig'ilib qolsa, keyin to'lash qiyinlashadi. Agar bir oyda to'liq to'lay olmasangiz, tashkilotga murojaat qilib, bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Uzib qo'yish tartibi qanday? Ogohlantirish qanday beriladi? Shularni oldindan bilib oling. Eng yomon yo'l kvitansiyani ko'rmaslikka olish. Chunki qarz o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha ustiga muammo qo'shilishi mumkin. 10-qadam: rasmiy manbani kuzating. Men doim aytaman, tarif masalasida mish-mish bilan qaror qilmang. Telegramdagi har qanday xabarni ko'rib vahimaga tushmang. Rasmiy e'lon, hukumat qarori, energetik tashkilotlari bayonoti, hududiy elektr tarmoqlari ma'lumoti, shaxsiy kabinetdagi tarif jadvali bilan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda falon narx bo'libdi, hamma shuncha to'laydi degan gaplar yuradi. Tarif aholi, yuridik shaxs iste'mol hajmi, hudud yoki boshqa mezonlarga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga tegishli tarifni aniq bilish zarur. Men yana bir real hayotiy holatni aytaman. Bir oila yozda chiroq puli birdan oshib ketgandan shikoyat qiladi. Tekshirsa, konditsioner kun bo'yi 18 darajada ishlagan. Deraza esa ko'p vaqt ochiq bo'lgan. Muzlatgich ham eski, rezinasi yaxshi yopilmagan. Hovlida esa tashqi chiroqlar kechadan tonggacha yonib turgan. Ular hech qanday katta qurilma qo'shmagan. Lekin ishlatish odati noto'g'ri bo'lgani uchun sarf oshgan. Keyingi oy konditsionerni 25 darajaga qo'yishdi, derazani yopishdi, muzlatgich rezinasini almashtirishdi, tashqi chiroqqa sensor qo'yishdi. Natijada sarf kamaydi. Tarif oshgan bo'lsa ham umumiy to'lovni nazorat qilish mumkin bo'ldi. Yana bir holat: ijarada turgan yigit oy oxirida katta summa chiqib qolganini ko'radi. Uy egasi hammasini sen to'laysan deydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u kirgan paytda hisoblagich ko'rsatkichi yozib olinmagan. Eski qarz ham bor ekan. Shuning uchun men ijarachilarga qayta-qayta aytaman. Uyga kirgan kuni gaz, suv, chiroq hisoblagichlarini rasmga oling, uy egasiga yuboring. Shu ko'rsatkichdan keyingi sarfni men to'layman deb yozib qo'ying. Bu oddiy ehtiyot chorasi, lekin katta janjalning oldini oladi. Xulosa qilib aytsam, 10 avgustdan chiroq tariflari o'shishi haqidagi xabar har birimiz uchun muhim. Eng asosiy narsa vahima qilish emas, hisob-kitob qilish. Siz oyga qancha kilovat ishlatyapsiz? Qaysi jihoz ko'p elektr sarflayapti? Hisoblagich ko'rsatkich to'g'ri olinayaptimi? Eski qarzdorlik bormi? Imtiyoz yoki yordamga haqqingiz bormi? Mana shu savollarga javob topishingiz kerak.
Tarif oshsa, beparvolik qimmatga tushadi. Lekin nazorat bo'lsa, ortiqcha xarajatni kamaytirish mumkin. Men sizdan so'rayman, sizning hududingizda chiroq to'lovi oxirgi oylarda qancha chiqyapti? Oshishni sezayapsizmi? Hisoblagich yoki kvitansiya bo'yicha muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.